Allohga oson. Shu oddiy jumlaning ma'nosini hech qalbingiz bilan his qilib ko'rganmisiz? Biz har doim Allohga oson deymiz, lekin ichimizda-chi? Qanaqadir narsaga qo'ldiradigan bo'lsak, har doim shubha boshlanadi. O'xshamasa-chi, bo'lmay qolsa-chi, boshqa ish qilib ko'rsam-chi, falonchi yordam bersa o'xsharmidi degan shubha bo'ladi. Aslida bizani to'xtatayotgan narsa bu vaziyat emas. Bizani to'xtatayotgan narsa bu shubha va qo'rquv. Axir biz iymon keltirgan zotmiz. Bo'l desa bo'ladigan zotmiz. Siz uchun imkonsiz tuyulgan narsalar Alloh uchun bir lahzalikdir. Siz topa olmayotgan muammoga yechim Alloh uchun bir soniya. Siz orzuyingizga ishona olmaydigan narsani Allohim bir soniyada oldingizga olib kelib qo'yadi. Faqat bir narsani unutmang. Sababini qiling, harakatdan to'xtamang, natijasini esa Allohga topshiring. Chunki tavakkal qilish bu qo'l qovushtirib o'tirish emas. Tavakkal bu butun kuch bilan harakat qilib, qalbni Allohga bog'lashdir. Shunday yashangki, qalbingizda har doim bitta ishonch bo'lsin. Agar bu narsa menga xayrli bo'lsa, uni mendan hech kim torta olmaydi. Agar u narsa menga xayrli bo'lmasa, Alloh undan-da yaxshirog'ini beradi. Shunda qalbingizda har doim xotirjamlik bo'ladi. Esingizdan chiqmasin. Sizga qiyin tuyulgan narsalar Alloh uchun juda oson.